O'zbekistonda yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Afsuski, yana bir qurbon borligi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Davlat raqami tushirilgan brelok. Bunaqasi aniq hech kimda yo'q. Buyurtma asosida o'zingiz xohlagan mashina raqamini chiqarib beramiz. Juda sifatli va kamyob. Odamlar ko'rganida og'zi ochiladi. Xullas, mashinasi borlar uchun ajoyib sovg'a bo'lishi aniq. Hujjatlarni saqlash uchun hamyon ham bor. Xohlagan surat va avtoraqamni chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Hoziroq buyurtma bering. Farg'ona davlat musiqali drama teatri direktori ismi qisqartirilgan S.M. 20-aprel kuni kechasi Nexia 3 rusumli mashinani boshqarib kelayotib yo'l transport hodisasi sodir etdi va buning oqibatida mashina ichida bo'lgan 56 yoshli teatr xodimi halok bo'ldi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Tahririyat voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Farg'ona viloyati Ichki ishlar bo'limi Jinoyat xavfsizlik xizmati yo'l xavfsizlik xizmati bo'limi bilan bog'landi. Yo'l xavfsizlik xizmati boshqarmasining ma'lum qilishicha, 1986-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan S.M. 2025-yil 20-aprel kuni soat 20:00 larda Farg'ona shahri hududidan Nexia 3 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetidagi beton ustunga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Oqibatda avtomobil yo'lovchisi ismi qisqartirilgan 5 tan jarohati olib, shifoxonada vafot etgan.